Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Geografiya fanidan masofaviy konsultatsiyani davom ettiramiz. Bugun siz bilan geografiya fanidan ikkinchi variant, ikkinchi mashg'ulot namunaviy test topshiriqlari bilan tanishamiz. Marhamat. 7-chi test topshirig'i bilan tanishing. O'rta Osiyo geografiyasiga kim asos solgan? A. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy. B. Abu Rayhon Beruniy. C. Ahmad al-Farg'oniy. D. Mahmud Koshg'ariy. 7-sinf geografiya darsligida O'rta Osiyolik olimlarning geografiya faniga qo'shgan hissalari haqida ma'lumotlar berilgan. Mana shu ma'lumotlarni eslash orqali bu test topshirig'ining javobini topish oson. Abu Rayhon Beruniy, Ahmad al-Farg'oniy, Mahmud Koshg'ariylar ham O'rta Osiyolik buyuk allomalar bo'lib, fan rivojiga juda katta hissa qo'shgan. Lekin bu yerda aynan O'rta Osiyo geografiyasiga kim asos solganligi so'ralgan. To'g'ri, Abu Rayhon Beruniy ilk yarim sharlar globusini yasagan. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy esa aynan O'rta Osiyo geografiyasiga asos solgan. Uning Yer tasviri nomli asari o'sha davrda geografiya fanidagi eng mukammal asar hisoblangan. Shuning uchun ham bu test topshirig'ida to'g'ri javob A. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy. 8-chi test topshirig'i. O'zbekiston sanoatida hozirgi vaqtda qaysi sanoat tarmoqlari yetakchilik qilmoqda? 1. Mashinasozlik, 2. Qora metallurgiya, 3. Neft qazib chiqarish, 4. Rangli metallurgiya. Variantlar bilan tanishing. A. 1 va 4, B. 1 va 3, C. 2 va 3, D. 2 va 4. Bu yerda O'zbekiston sanoatidagi eng yetakchi tarmoqlar so'ralgan. Demak, qora metallurgiya sanoatiga nazar soladigan bo'lsak, O'zbekistonda temir rudalari konlari hali ishga tushirilmaganligi sababli qora metallurgiya sanoatining ehtiyojini Bekobod metallurgiya kombinati, ya'ni metallom asosida ishlaydigan Bekobod metallurgiya kombinati qondirmoqda. O'zbekiston iqtisodiyotining neftga bo'lgan talabini hozirgi kunda mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan neft qondirmayapti. Asosiy neftni xorijdan keltirilgan neft asosida ishlayapti. Demak, O'zbekiston sanoatida hozirgi kunda eng rivojlangan tarmoqlar bu gaz qazib chiqarish, mashinasozlik va metallni qayta ishlash, rangli metallurgiya, yengil sanoat va oziq-ovqat sanoati. Demak, bu yerda to'g'ri javoblarda mashinasozlik va rangli metallurgiyani ko'rish mumkin. Demak, A javobdagi 1 va 4 raqamlari to'g'ri javob hisoblanadi. 9-test topshirig'i. Turli xil yoqilg'ilarni qazib chiqarish va ishlab chiqarilgan energiya hamda ulardan iqtisodiyotda foydalanish nisbati nima deb ataladi? A. Yoqilg'i energetika balansi. B. Shartli yoqilg'i. C. Yoqilg'i boyliklari. D. Mahsulotning tannarxi. Bu variantlardan har biriga alohida e'tibor beradigan bo'lsak, shartli yoqilg'i bu 1 kilogramm tosh ko'mir yonganda ishlab chiqarilgan issiqlik energiya. Yoqilg'i boyliklari esa mineral boyliklarimiz 3 qismga bo'linar edi. Yoqilg'i, rudali va rudamas boyliklar. Yoqilg'i boyliklariga ko'mir, neft, tabiiy gaz, torf kabi yoqilg'ilar kirardi. Mahsulotning tannarxi esa bir birlik yoqilg'i olish uchun pulda hisoblangan ketadigan hamma xarajat hisoblanadi. Demak, yoqilg'i energetika balansi bu yerda turli xil yoqilg'ilarni qazib chiqarish va ishlab chiqarilgan energiya hamda ulardan iqtisodiyotda foydalanish nisbati. To'g'ri javob A. Yoqilg'i energetika balansi. 10-test topshirig'i bilan tanishing. Qoramollar soniga ko'ra qaysi viloyat
respublikamizda birinchi o'rinda turadi. A. Navoiy, B. Qashqadaryo, C. Samarqand, D. Surxondaryo. Demak, bu test topshirig'ida har bir viloyatning qaysi hududlarga mos kelishini eslashimiz kerak. Navoiy viloyati asosan cho'l hududlarga to'g'ri keladi va bu viloyatda cho'l chorvachiligi yaxshi rivojlangan. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari O'zbekistonning janubida joylashgan. Qashqadaryo viloyati asosan qishloq xo'jaligida yaylov chorvachiligi, ya'ni qorako'lchilik asosiy o'rinni egallaydi. Surxondaryo viloyatida esa asosan go'sht va yog' uchun boqiladigan Hisor zotli qo'ylari bilan mashhur hisoblanadi. Demak, Samarqand viloyati shahar va shahar atrofini sut go'sht chorvachiligi bilan ta'minlaydi. Qoramollar soni jihatdan ham aynan Samarqand viloyati bu berilgan viloyatlar ichida birinchi o'rinni egallaydi. Demak, to'g'ri javob C. Samarqand. Navbatdagi 11-test topshirig'i. Janubiy o'rmon mintaqasi asosan qaysi iqlim mintaqalari bo'ylab joylashgan? A. Tropik va ekvatorial, B. Subekvatorial va subtropik, C. Subtropik va tropik, D. Ekvatorial va mo'tadil. Biz bilamizki, shimoliy va janubiy o'rmon mintaqalari bor. Agar bu variantlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ekvatorial mintaqada o'rmonlar juda ko'pligini bilamiz. Chunki ekvatorda yil bo'yi bitta fasl, yoz fasli bo'ladi va yog'ingarchilik ko'p yog'adi. Tropik mintaqani ko'z oldimizga keltirsak, shimoliy tropiklar cho'l zonasiga to'g'ri kelsa ham, janubiy tropiklar esa tropik o'rmonlar mintaqasiga to'g'ri keladi. Demak, bu variantlardan ko'rishimiz mumkinki, janubiy o'rmon mintaqasi asosan tropik va ekvatorial iqlim mintaqasi bo'ylab joylashgan. Yodimizga shimoliy o'rmon mintaqasini olsak, bu mintaqa mo'tadil va qisman subtropik iqlim mintaqali hududlar bo'ylab joylashgan edi. Bu test topshirig'ida to'g'ri javob A. Tropik va ekvatorial. 12-test topshirig'i bilan tanishing. Antarktida materigiga xos bo'lgan xususiyatlarni belgilang. 1. O'rtacha balandligi bo'yicha eng baland materik. 2. Yer yuzidagi eng kuchli shamol shu yerga xos. 3. Eng sovuq materik. 4. Maydonning kattaligi bo'yicha materiklar ichida oxirgi o'rinda turadi. 5. Muzsiz zaminining cho'kmasi bo'yicha oxirgi o'rinda turadi. Va 6. Yerning janubiy magnit qutbi shu yerda joylashgan. Demak, shu materikka xos bo'lgan xususiyatlardan qaysi biri aynan Antarktida materigiga xosligini ko'rib chiqamiz. Variantlar bilan tanishing. A. 1 va 6. B. 2 va 5. C. 3 va 4. D. 4 va 6. Demak, berilgan ma'lumotlarni alohida ko'rib chiqamiz. 1. O'rtacha balandligi bo'yicha eng baland materik. Haqiqatan ham Antarktida materigi o'rtacha balandligi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Yer yuzidagi eng kuchli shamol shu yerga xos. Demak, ikkinchi javob ham Antarktida materigida kuchli bo'ronlarni esishini yodga olsak, to'g'ri javobligini bilamiz. 3. Eng sovuq materik. Har bir materikning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganganda, Antarktida materigi muz bilan qoplangan, doimiy yashaydigan aholisi yo'q, eng sovuq materikligi, u yerda eng sovuq harorat kuzatilganligini ham bilishimiz mumkin. 4. Maydonning kattaligi bo'yicha materiklar ichida oxirgi o'rinda turadi. Bu javobning xatoligini Antarktida materigining maydoni 14 million kvadrat kilometr ekanligi va maydonning kattaligi bo'yicha 5-o'rinda turishini eslasak, noto'g'riligini bilishimiz mumkin. Demak, 4-javob varianti xato berilgan.
Beshinchi, muzsiz zaminining cho'kmasi bo'yicha oxirgi o'rinda turadi. Antarktida materigi, aksincha, agar muzsiz zaminni hisoblasak, u birinchi o'rinda turadi materiklar ichida. Demak, beshinchi javob ham xato. Oltinchi javobimiz, bu yerning janubiy magnit qutbi shu yerda joylashgan. Bu to'g'ri javob. Haqiqatan ham Antarktida materigida janubiy magnit qutbi joylashgan. Demak, berilgan variantlardan 4 va 5 xatoligini hisobga olsak, boshqa berilgan variantlarda 4 va 5 raqamlari uchragani uchun bu variantlar xato hisoblanadi. To'g'ri javob A. 1 va 6 variantdagi jumlalar Antarktidaga xos bo'lgan xususiyatlar ekan. Yuqoridagi test topshiriqlari unchalik qiyin emas. Sizga geografiya fanidan oliy ta'lim muassasalariga qabul imtihonida mana shunday test topshiriqlariga o'xshash testlar tushishi mumkin. Shuning bilan bizga ajratilgan vaqt tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.